Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan tor ko'rasli tahlillarda Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasining rekomendatsiyalarida taktika qanaqa bo'lishi haqida gaplashamiz. Tor ko'rasli taxikardiyalarga bizda asosan atrioventrikulyar nodal rentgen taxikardiyasi, undan tashqari VPV sindromining ortodrom turi kiradi. EKGsi qanaqa bo'ladi bularni? EKGsida mana bu yerda ko'rinib turibdi. Paytishcha ko'rinmaydi, ko'reslardan oldin paytishcha mavjud bo'lmaydi va ritm regular bo'ladi. Undan tashqari taxikardiya bo'ladi. Xo'p, taxikardiya bo'lganligidan, ya'ni yurak urishlash sonini qanday sanab olamiz degan bo'lsak, pastki ritmogrammada ikkinchi tarmoqni ritm strip qilib olib bergan. Shu yerdagi R'lar sonini sanaymiz. Birinchi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 ta 24 ta RTC bor. 24 ni 6 ga ko'paytiramiz. 24 ni 6 ga ko'paytirganimizda 144 ta chiqadi. Demak, yurak urishlash soni bu yerda 144 ta bo'lyapti ekan. Ritm regular bo'lyapti, paytishchasi mavjud emas. Aynan bu tor ko'rasli taxikardiya bo'ladi. O'zi tor ko'rasli deyishimiz uchun ko'raslar 0.12 dan tor bo'lishi kerak. Bu yerda mana ko'rasimiz o'rtacha 0.06 yoki 0.08 ga to'g'ri kelyapti. Chunki ko'rasda 1,5 ta, 2 ta kichik katakka to'g'ri kelyapti. Demak, bu tor ko'rasli taxikardiya. Bunda nima qilamiz? Bemor birinchi gemodinamik stabilligiga qaraymiz. Mabodo bemor gemodinamik nostabil bo'lsa, unda birinchi o'rinda sinxronizatsiyalangan kardioversiya qilishimiz kerak bo'ladi, kardioverter yordamida. Bunda biz elektroshok berganimizda, tok berganimizda bemorda reentri halqa uchadi. Uchgandan so'ng albatta sinusdan normal boshlanib ketadi. Mabodo gemodinamik stabil bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda vagal manyovrlar qilishimiz kerak bo'ladi. Bularga ko'z soqqasini masaji, undan tashqari karotid sinus masaji, undan tashqari valsalva manyovri kiradi. Agar vagal manyovrlar ham ish bermaydigan bo'lsa, adenozin qilishimiz kerak bo'ladi. Adenozin 6 mg chiqadi, 1 ml. Uni natriy xloriga aralashtirmagan holatda tomirdan jo'natamiz. Agar shunda ham taxikardiya bosilmaydigan bo'lsa, effekt bermaydigan bo'lsa, beta blokator yoki verapamil diltazem ishlatishimiz to'g'ri keladi. Verapamil diltazem bo'ladi, kalsiy blokator effektiga hisoblanadi. Agar bu ikkalasida ham taxikardiya bosilmaydigan bo'lsa, bemor gemodinamik stabil holatda bo'lgan taqdirda ham sedativ dorilar yordamida bemorni sedatsiya qilib, kardioverter yordamida kardioversiya qilishimizga to'g'ri keladi va bunda albatta kerakli natijaga erishiladi. Bular albatta birinchi yordam xolos. Doimiy buni umuman davolash uchun albatta radiochastotali ablatsiya yordamida reentri halqani kuydirish kerak bo'ladi.